Bular zot yo'nalishga dedingiz Abdulaziz. Ha, bu qo'ramiz zot yo'nalishiga boqilayotgan qo'ylarimiz Bahramjon. 12 boshmi deydi? Ha, 14 bosh. 14 boshlar. Xossi zot yo'nalishiga qozolaridan tashagan ekanlar. Quloqlari uzun. Toza arashan. Al tishi yormagan bular? Yo'q, hammasi qo'zi Bahramjon. Hammasi qo'zi. Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari, akalar. Xudo xolasa videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib turasizlar. Bugun sizlar uchun maxsus video bo'ladi. Inshaalloh oson yo'l bilan uy sharoitida qo'yni qanday baqish kerak, qanaqa mahsulotlarni bersa tezroq effekt beradi deb so'ragan akalarimizga xudo xolasa qo'y baqislarini batafsil yoritib o'tkazamiz. Akalar, videoni boshidan like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib o'tasizlar. Akalar, xudo xolasa biz videomizni boshlayveramiz. Hop, akalar, xudo xolasa qo'chqorlarni baqilyapti turgan ekan mana shu. Xudo xolasa Abdulaziz do'stimizni qo'rasiga kelganmiz. Bu bolani ham taniysizlar o'zlaring, kanalda ham chiqib turadi. Qo'y sotib, xudo xolasa mana shu bolani tashagan qo'ylar ekan, akalar. Qo'chqorlarni ham yaxshilaridan tergan ekan, xudo xolasa hammasini buni yemlarini mana tashab qo'yishdi. Batafsil yoritib o'tamiz. Qancha nima beriladi, qancha yem beriladi, qaysi soatda beriladi, necha mahal yeydi. Akalar, xudo xolasa videoni boshidan like bosib, qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa kanalda yangilar obuna bo'lib turasizlar. Sizlarga chiroyli video obzor chiqarishdan to'xtaymiz. Abdulaziz, zo'msiz? Keling, Bahramjon. Sizlar yaxshimi? Obunachilar, charchamayapsizlarmi? Tugab turibsizmi? Rahmat, charchamayapsiz Bahramjon. Obunachilar, xudo xolasa videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib turinglar. Bugun oson usulda uy sharoitida qo'y baqish sirlarini qilib chiqarib beramiz. Batafsil yoritib berasiz. Obunachilarga ulashasiz, xudo xolasa sizlarni. Xudo xolasa birma-bir ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana akalar, xudo xolasa qo'chqarni ham yaxshilarini tashagan ekansiz-a? Qo'zi-ya bular? Ha, hammasi qo'zi. Hammasi qo'zi ekan akalar mana. Yem deyishini qaranglar. Xudo xolasa qo'ramizda qo'ylar serob ekan, to'la ekan akalar. Mana. Mana. Onni ko'raverasizlar akalar. Hop, Abdulaziz, buni sekin tanishtirib o'tiramiz buni. Bo'ldi. Hop. Qancha bo'ldi buni tashaganingizga? Bularni tashaganimizga 2 oydan o'tdi Bahramjon. 2 oydan o'tdi, xudo xolasa. Qo'pol, akalar 2 oydan o'tdi, xudo xolasa. Bir martada olinmagan bular hammasi. Terib olingan. Ha, mana qoramizdagi hamma qo'chqorlar, mana shu 14 ta qo'chqorlar, hammasi liniyali qo'chqorlar. Qozasidan ekan, akalar. Bular liniyali qo'chqorlar, xudo xolasa. Mana. Bular zot yo'nalishiga boqilayotgan qo'chqorlar. Zot yo'nalishiga baqyapsiz. Garbonoslari ham zo'r ekan qo'chqorlar. Xolasa bular zot yo'nalishiga boqilayotgan. Hop, necha mahal yemaydi Abdulaziz bular? Mana bular 2 mahal yem beriladi Bahramjon. 2 mahal yem beriladi. Ha. Hop, ertalab nechida berasiz? Ertalab shu bomdod namozidan keyin qo'ylarga hop silos beramiz. Ertalab bir mahal silos yeydi. Silos beramiz. Hop, silosga ozgina trabilkadan chiqarilgan somon qo'shib beramiz. Somon nasıl? Tagiga uyib ketmasligini oldini olish maqsadida, to'g'ri. Silos beramiz ozgina. Silos solib bo'lgandan keyin hop hammaning ustiga ashi me'yori bor. Me'yorida yemini beramiz. Yemini berasiz. Kechki tomon qarang shu bilan. Kechki tomon. Bittachi suv ichadimi? Yo'q, bitta suvga qarab qo'yamiz, bo'ldi. Boshqa payt yoniga kelinmaydi. O'zi bular yeb olib, maza qilib damini olib yotadi qo'ydan. Hop, kepay bilan makkami hozir bayda? Quruq beramiz, faqat quruq. kepay beramiz. Nechta qo'y baqasiz hozir bu qo'rada? O'pshisi. Hozir boqilayotgan qo'yimiz 40 bitta. 40 bitta. 40 bittaga 2 mahal yemaydi, ertalab kechqurun. 2 mahal yem beramiz. Kechki tomon 4 dan keyin dedingiz-a, xudo xolasa 4. Kechki tomon shu asrdan keyin qaraymiz. Asrdan keyin qaraladi akalar. Mana suv ishlari ham turibdi, xudo xolasa bag'day qo'ylarni ham yeb ichishi ham zo'r ekan. Yaxshi holatda qo'ylar ekan akalar. Hop, necha oylik bu qo'ylar? Bu qo'ylar hop, mana ko'ramiz. 8 oylik qo'zilar. Hop, bular ham shu keriklari hop 8 oy, 8,5 oylik qo'zilar hammasi. 8 oy, 8,5 oylik qo'zilar ekan akalar, xudo xolasa holati ham zo'r ekan. Lechinalarni ham qilib turasizmi bularda? Ukol dorisini? Ha, birinchi olib kelgandan keyin, hop, mana shu 40 ta qo'yni olganimizdan keyin bir qo'r birinchi albem beramiz. Albem beriladi. Albem berib, hop, keyin qo'tir bitkalasiga qarshi iver ko'rdan qilamiz. To'g'ri. Iver ko'rdan qilib, undan keyin har 15 kunda bir o'sha yangi kelganda 2 marta vitamin beramiz. Vitamin. O'ziga, o'zini rivojlanish uchun yaxshi, garbon emas, vitamin beramiz. Vitamin akalar, mana shu videoni oxirigacha ko'ryapti turgan bo'lsalaring, xudo xolasa mana shu do'stimiz batafsil aytib o'tib ketyaptilar dorislarigacha. Hop, o'sishiga, ishtahasiga qanaqa dori beriladi? Hop, bularni ishtahasiga. Ishtahasini ochish uchun bularga hop
Albemmi endi buni? Albem bersangiz o'zi bitgan haligi ichidagi jigar qurtlari bo'ladi o'zi. İştahasi yaxshilanadi. Qo'y o'zi qo'raga tushgandan keyin, hop 3 kundan keyin albem beriladi. Qo'zi qo'yga emas, 6 oydan o'tgan qo'yga beriladi albem. 6 oydan o'tgan qo'yga. Barra qo'zilarga berilmaydi. 6 oydan o'tgan qo'ylarga albem beriladi. Sizdan bitta narsa so'rayman dedim. Endi obunachilarga ham qiziq bo'lsa kerak. Bo'g'oz qo'yga, tug'adigan qo'yga ukol qilib bo'lmaydi deyshadi. Nima qaraysiz bu taklifga? Biz veterinarlar o'sha aytishdi, u hech qanaqa nimasi yo'q dedi, ziyoni yo'q bo'g'oz qo'yga. Doktorlar nazorati ostida qilsa bo'laveradi. Albem berilmasa bo'ldi ekan. Bola tashab qo'yishni oldini oladi. Oladi, to'g'ri. Akalar mana, xudo xolasa ertalab ham yeydimi Makka bilan kepaydi? Ha, ertalab ham shu silos ustiga Makka bilan kepak to'kib qo'yamiz, bo'ldi. Bir kunda mana shu 40 bitta qo'yga qarash uchun yarim soat vaqt ketadi. Yarim soat vaqt ketadi. Ertalab 15 minut, kechqurun 15 minut. Bo'ldi. Natijalar yaxshimi qo'yib boqishda orqasidan? Tavsiya qilib qolasiz obunachilarga. Ha, hamma odam deydi iloyim qo'ra to'la qo'y bo'lsin. Akalar mana shu yerga bittadan like bosib turasizlar, xudo xolasa. Qo'yni baqaverasizlar, xudo xolasa. Obunachilar qo'ylarda mana shuni orqasidan siz ham daromad qilyapsiz, xudo xolasa. O'zingiz savdogarsiz, kanalda ham chiqqansiz, xudo xolasa. Savdodan tashqari akalar, biznes. Bizga mana shu hobbi, mashlarni boqib, kechqurun kelib, tepasida termilib o'tirib, dam olamiz, mana shu qo'ylarni. To'g'ri. Akalar buni Makka ishini ko'rib, sifati zo'rlardan tashaganmiz, mana shu qo'ylarni ko'rib, maza qilib dam zo'r ekan. olamiz. Mana akalar, hammasi 8 chiroyli oylik bo'lgan. qo'zilar mana shular arashan toza 100 liniyali qo'zilar mana. Xolosa buni yetiltirib sotaman deganingizda chaqirasiz, inshaalloh obunachilarga ulashasiz bu qo'ylarni. Kanalda sotamiz, iloyim. Xolosa zo'rlari ekan. Bular hali zotga Ashi ham zo'r tayyor ekan. emas. Bu afg'on mana bitta afg'on qo'zi o'zgarishiga kelganda juda zo'r o'zgarar ekan qo'y. Effekti yaxshi. Ha, mana shu eng kichkina edi mana shuni olganimda. Bu qo'chqorlar Qirg'iznikimi yo o'zimizda Qashqadaryo, Vohani qo'ylarimi? Mesni qo'y yo'q. Hammasi Qirg'izistondan kelgan. Hammasi Qirg'izistondan o'zingiz olib kelgansiz. Tashaganman bularni. Birorta mesnisi yo'q qo'ylar. Akalar haligi deyshadi, misol ko'pchilikga ham qiziq bo'lsa kerak. O'zimizda Vohani qo'ylari go'sht yo'nalishiga yaxshi. Qirg'izni qo'yi o'stirib, nasl olgani, zot olgani tavsiya qilamiz deyshadi. Nima qaraysiz bu gapga? Yaxshi. Mana shu bekarga boqaymiz. Mana shu qo'ylar, mana hammasi xudo xolasa shu Vohaga sotyapmiz mana shu qo'ylarni. Zot yo'nalishida. Zot yo'nalishiga. Zot yo'nalishida xudo xolasa. Hop, hozir qo'ylar o'zi rosa qo'zlashga keldi. Qo'zlagandan keyin 2 oydan keyin buni o'zi qo'y qo'yishni boshlashadi cho'ponlar. 2 oydan keyin o'zi bularni tayyor bo'ladi. Sotishga chiqaramiz ularni. Xolosa tishi yorgandan keyin o'sha tishi yormasdan ham qo'ysa bo'laveradi. Ha, nimaga desangiz bu qirg'iz qo'ylari 12 oyda yormaydi. 15 oy, 16 oy deganda keyin tishi yoradi. Ha, uzoqlashib ketishi mumkin muddati. Bu qo'ylar kechroq yoradi qirg'iz qo'ylari. To'g'ri. Qo'ra necha metr bu, bey? Общий. Biz qo'rani hop torroq qilganmiz, ataymi qo'chqor, atayna mana shu qo'chqor boqishga moslaganmiz-da deydi. Hop, endi ensizroq bo'lsa, bir-birini suzib qo'ymaydi qo'y. Suzib qo'ymaydi. O'shanga moslaganmiz. Hop. Endi 2 metr. Endi 2 metr, ichi 2 metr ekan. Uzunligi hop 13 metr. Общий 13 metr. Mana shu yerda 7 metrdan. Ha, bu yoqda 30 ta qo'yga mo'ljallangan ekan bu. Bu yerda hozir 30 ta qo'y turibdi. 30 ta qo'y turibdi akalar mana. 30 ta qo'y turadi, mana. 30 ta qo'y turibdi ekan akalar mana. Buni o'zi go'zal ekanda xolasa. Qo'ziligi uchun asal haligiroq, qalirroq turibdi. Bayt etap semirishiga qarab kamaytirib borasiz. Seralatib boramiz bular. Xudo xolasa 1 oydan keyin mana shu ikkita qorada 10 tadan qoladi xolos. 10 tadan akalar. Yana boshqa qo'raga olamiz. Hozir bayda 10 tadan ko'p ekan. 15 tadan qo'y turibdi. 15 tadan 30 ta qo'y turibdi. Hop, 2 oydan keyin de xolasa sal o'ziga badaniga olgandan keyin o'zi yemdi. Ular o'zi to'polangni ham boshlasa kerak a. Ular o'zi ha, yaxshimi qirg'iz qo'yi. Qirg'iz qo'ylar eslik bo'ladi. Sho'maydi, ha. Sho'maydi, sizni sho'maydi. Sho'maydi, yemini yeb yotadi. Aksar holatda bir to'polang qilib turadi. To'polang qilib turadi. Mana shunaqa qo'tirch ketsa, obunachilar mana. Keting ashni ham borisini. Ko'pchilik xavotir oladi, nima bo'lyapti ekan deb. Qo'y o'zgarsa, mana shu ichki kasalliklar chiqib ketganda ham mana shu qo'tir chiqar ekan qo'ylarga. Qo'y o'zgarish bo'layotib turgan bo'lsa, to'g'ri. Kelganda qo'y mana men qo'ylarni pastga 100% chiqdi qo'tir. Atak har 1 oyda lichiniyani qilib turiladi mana shu qo'ylar. 1 oyda lichinasi nima ukol qilinadi bu? Vermak degan ukol bor. Veterinariyga aytsa berishadi, yo'q berishadi. Har 15 kun, 20 kun 1 oy emlatib turish kerak. Ha, nimagaki ash ukolning foydasi
qurt rivojlanib miyaga kelmas ekan. Miyaga ketib Ha, qolmaydi. aylanbosh- Gangir bo'lib, aylanbosh aylanbosh bo'lmasa bo'lib, kerak. gangirab qolmaydi akalar. Oldini olish kerak. Hamma narsani o'z vaqtida oldini olish kerak. Turibdi degan bilan ish. Bu tuzmi endi bu? Ha, bu mana shu veterinariyada sotilyapti mana mineral tuz. Mana shuni qo'yib zo'r yer ekan. Effekti ham yaxshi ekan mana Effekti ham yaxshi. Buni misol tuz qo'ymasangiz, men ko'p joylarda kuzatyapman, bunaqa devorlarni, devorlarni yeb qo'ylar, qo'yadi taxtalarni g'ajib qo'yishi mumkin ekan-a. Tuz obязательно kak mana tuzsiz ovqat yeganday bo'ladi-da. Qo'y ham masalan mana shu slosiga ham tuz sepib bersangiz ham yeyaveradi. akalar, qo'y ham aqli yo'q jonivor xolos. Buni ham tili yo'q deydi-yu, o'shanday bunga ham menga buni narsa qilib ber deya olmaydi-da, bilasiz, to'g'rimi? Qo'ylarga mehr berish kerak. Mehr berib, Yemini Xudo o'darib xolasa. qo'yganingiz bilan mehr ham berish kerak. Men har hozir kuni vaqt ajratasiz shu qo'ylarga. kechqurun atayga kelib bir tomosha qilib chiqaman. Hammasi ko'sh qaytaryapti, men qalay yotibdi deb hammasini kuzatib chiqaman. Har kuni nazorat qilib turasiz sog'lomligini. Bu qo'raga qamab qo'ygandan keyin emas, bu mehr berib qarash kerak qo'ylarga. Atak o bir kunda o'sha yarim soat vaqt ketadi. Masalan, ishlaydigan odam bo'lsa, yarim soat vaqt ketadi. Qarab qo'yishga, undan keyin qo'yga ham bir e'tibor berib turish kerak-da, mehr berish kerak. E'tibor berib turish kerak. Nimaki bular ham tili yo'q, jonivor. Nima bo'lsa ham. To'g'risi-da. Buni olib, baqib, shuni orqasidan daromad qilyapsizmi, akalar? Bunga ozgina vaqt ajratsangiz, xudo xolasa effekti bundan ham yaxshi bo'laveradi-a buni. Xudo xolasa mana effekti yaxshi bo'lyapti, bo'lyapsiz mana. Abla, sizga bitta savol bor edi. Go'sht yo'nalishiga qanaqa qo'y olib boqqan yaxshi deb o'ylaysiz? Yoshi qancha bo'lish kerak? Qancha muddatda semirtirib sotsa bo'ladi? Endi ba'zi endi masalan qo'y boqadiganlar, ko'pchilik suhbatlashganmiz. Pishakka chiqqan qo'y olishadi. Ekitish. Ha. U qo'y bir 20 kundan keyin halinga tushib bo'ladi o'zi, rejimga tushib bo'ladi, shak qo'y. Unga yemni hali ko'p miqdorda bersa bo'laveradi. Ko'taradi endi, bo'kib qolib, hali bo'lmaydi. Ha, qo'zi qo'chqor yangi kelganda masalan bir piyoladan berib o'rgatiladi. O'rgatiladi. Ha, qo'zi qo'y 600 gram yem yeb qo'ya olmaydi, qo'zi qo'chqor. 400 gramgacha yeydi. Shak qo'y 600 gram yem yeveradi bir kunda. 600 gramgacha yem yeveradi. 600 gramdan yeb qo'yaveradi. Mana qo'zilar 600 gram yeb qo'ya olmaydi. 600 gram yeb qo'ya olmaydi. Ha, o'zi me'yor o'sha yeb yotadi. To'g'ri. Akalar, ikkitish qo'y olib, xudo xolasa semirtirgani go'sht yo'nalishiga tavsiya qilyaptilar shu do'stimiz. Endi bizniki bu yerda aksariyati o'zi 90% zot yo'nalishida. Zot yo'nalishi. Qirg'izistondan olib kelganmiz hammasini zot yo'nalishiga qo'zi hammasi. Xudo xolasa may oylarida o'zingizga syomkalar qilib boramiz, qo'ylar sotiladi, xudo xolasa. May oyigacha xudo xolasa tayyorlab turamiz, xudo xolasa. tayyorlab turasiz inshaalloh akalar. Yemini yeb, bular maza qilib aylanadi. Bular shu atayna zotga olingan qo'chqorlar bular kengroq joyga Go'zallaridan akalar mana. Hammasi xudo xolasa zo'r. Oq yuz quloqlari 20 pul saman. Kengroq ekan Qur'on ichi. Bular Mana tuyoq o'sib ketmasligi uchun aylanib turadi, Baramjon bular. Tuyoq o'sib ketdi. Tuyoqni ham qirqib turish kerak, o'sib ketgandan keyin. Bularni ham obязательно qirqib turiladi. U qirqamasa og'rib qoladi oyog'i. Og'rib qoladi. Bir e'tibor berib turish kerak. Mana akalar, xudo xolasa qo'chqonlarni ham zo'rlaridan tashagan ekansiz-a. Akalar, mana shu videoni ko'ryapti turgan hamma barcha obunachilarimizga akalar bittadan like bosib ketinglar. Hammani uyda mana shunaqa qo'ylardan 100 bosh, 200 boshdan bo'laversin akalar. Mana qo'yni qaranglar quloqini, xudo xolasa zotga olaman degan akalarimizga xudo xolasa kanalni kuzatib borasizlar. Inshaalloh mana shular yetilgandan keyin akalar kanalga qo'yiladi. Xudo xolasa sizlarga ulashamiz aka bu qo'ylarni, xudo xolasa. Xudo xolasa o'zi boshlaymiz. Abdulaziz, buni bittasini nechta sog'liqqa qo'shsa bo'ladi endi o'zingizdan misol tavsiyangiz, shaxsiy fikringiz? Ha, tavsiyam masalan 50 ta sog'lig'i bor odam ikkita yaxshi qo'chqor qo'shsa bo'ladi, Baramjon. 25 tadan o'zi normanda bo'ladi. Zot olgan. 5 ta qo'chqor sog'lig'i bor odam ham bitta qo'chqor olish kerak, uni iloji yo'q. To'g'ri. Akalar, 50 ta qo'yingiz bormi? 2 ta buni undaqa zo'ridan tashab qo'ying. Xudo xolasa o'zidan o'zi ko'payib zot yo'nalishiga seleksiya chiqargani bo'laveradi. Ha, mana shular seleksiyaga xudo xolasa ishlaydi mana shu qo'ylar. Seleksiya yo'nalishiga tavsiya qilamiz akalarimizga, xudo xolasa kanalni kuzatib tursalaring akalar. Chiqadi xudo xolasa. Inshaalloh mana shu do'stimizdan chiqaramiz inshaalloh. Yemini yeb oldi, boshqa narsa yemaydi-ya bular. Hop, bular hozir yemi bilan hashagini yeb oldi. Hop. Qonni to'ydi, xudo xolasa. Mana yemini ham ko'ryapsiz, bitta qo'ymay yeb qoldi bular. Ishtaha dorilarni ham vaqtida berib tursalar akalar, mana shunday bo'ladi. Nimaki? Birotta buchul yo'q.
Mana qo'ram sovib ketmasin deb hamma yo'g'ini o'rab tashladi, salapallar bilan. Bunaqa emas, havo aylanib turishi kerak, dimoxodlar qo'yish kerak. Mana biz Mana ochiq ekan, ha, tepasidan havo aylanadi. ochiq ekan. Toza havo bo'lsa, qo'ydi ishtahasi yaxshi bo'ladi. Baramja o'shanga ham e'tibor berasizlar. Gazlanib ketadi, ko'p. Gazlangan joyda qo'y yaxshi yeb qo'ymaydi yemi hashanga. Yaxshi o'zgarmas ekan. Yaxshi o'zgarmaydi. Ozgina ochiq joylar ham qolishi kerak. Nimaki, o'zgarish effekti yaxshi bo'ladi, ha? Yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Mana tavsiya qilib qolasiz obunachilarga. Shuning orqasidan siz ham xudo xolasa daromadingiz yaxshi. Mana shunaqa Inshaalloh. biz daromadimiz xudo xolasa. Akalar, qirq ko'raveringlar, hammasi chiroyli holatda. Yo'q deganda ikkita qo'y baqish kerak-da, Baramjon. Ikkita qo'y baqish kerak. Chorvada baraka bor, ha? Ha, Xudo qodir qilsa, mana qurbonlik qilishga mana shu qo'ydan bittani ochib o'zini shunday so'yaverasiz-da. To'g'ri. Beminnat bo'ladi. Ham savob bo'ladi. Buni savobi katta, xudo xolasa. Hamma payg'ambarlar ham qo'y baqqan deyshadi, mana. Chorvada baraka bor. Baraka, mana hech kim qo'y baqib ziyon qilmagan shu paytgacha. Hamma harakat qilsa bo'ladi. Shu men qo'y baqishni bilmayman, sharoitim yo'q degan odam ham aslida niyat qilsa, bittami, ikkitami qilib O'zimiz ko'payib ketib qoladi. Yaxshi niyat bilan boshlash kerak. Mashg'ulot ikkita qo'ydan boshlaganman men o'zim. Ikkita qo'ydan boshlagansiz. Ikkita qo'ydan boshlaganman. Hozirgi oborotingizda ham 100 boshcha qo'y aylantirasiz, 150 bosh, 200 bosh qo'y. 200 boshgacha qo'y keladi sizga. Undan tashqari biznesingiz 40 bitta qo'y deb aytyapsiz aka. Bu hobbiga uyda boqamiz. Akalar qiziqishga, xudo xolasa, bu ham qo'shimcha biznesda mana uni ham qulog'i zo'r ekan-a. Xudo xolasa. Bu ham mana shu ham zot yo'nalishda. Zot yo'nalishga. Akalar, sizlarga ham xudo xolasa, inshaalloh nasib qilsin hammamizga. Mana shu videoni ko'ryapti turgan akalarimizga. Xo'p, nima deymiz Abdulaziz? Videomizning oxirida bosinglar, obunachilar. Kanalimiz yangi. Xudo xolasa, mana hozirda bo'g'oz qo'ylarimiz ko'p, o'shalarni sotyapmiz. Qiziqqanlar kelaverasizlar. Manzil Namangan viloyat, Namangan tuman Tepao'g'ron qishlog'i. Arzonchilar qishlog'i. Arzonchilar qishlog'ida. Mana shu qo'y kesalar, mana shu hammani uyida qo'y bor. Tepao'g'ron qishlog'ida hammani uyida qo'y bor. Ish bitadi, xudo xolasa. Ish bitirib ketasizlar, xudo xolasa. Inshaalloh. Yo'qsam Abdulaziz, sizni ham chorvangizga Alloh barakasini bersin. Biz videolarimizni yakunlayveramiz. Xudo xolasa, bugunga ozgina bo'lsa ham ma'lumot ulashgan bo'lsak, akalar, bittadan like bosib, o'zlaringizning fikrlaringni kommentariyada qoldirib ketinglar. Inshaalloh sizlarga chiroyli video obzor qilishda to'xtamaymiz, akalar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Bunundaqa qo'ylarni baqish, bularni sotib, daromadini qilish hammamizga tavsiya qilsin. Oxirida nima deysiz obunachilarga? O'zingiz tilaklaringiz. Endi hamma shu chorvasiga omad. Omad tilab qolasiz, tavsiya berasiz. Tavsiya qilamiz. Xolasa. Hammani uyida maynaqa chorva ko'paysin. Bitta gap Abdulaziz, monolarda obunachilar aytib ham qo'ydik. Sotyapti turganda bizni chaqirasiz, obunachilarga ulashasiz buni. Xolasa, mana shu obunachilarni sotamiz baraka bular. Xolasa. Akalar, videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, qiziqqan savollaring bo'lsa, kommentariyaga bildirib o'tib ketinglar. Biz sizlar fikrlaring ostida akalar keyingi videolarimizni chiqarishda davom etamiz. Inshaalloh bittadan like bosib, kommentariy yozib, kanalda yangi mehmonlar obuna bo'lib turasizlar. Xudo xolasa chiroyli video obzor qilishda to'xtamaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat.